Joyning sveti, gazı, suvundan umuman muamması yok. Hujjat ham joyinda. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun video obzorimiz joy haqida bo'ladi. Ya'ni Navoiyning girish qismidan, yo'lning ustidan sotuvi joy. Qaranglar, joyimiz 2 etaj bo'lib, bu girish qismi bo'ladi. Joyimiz korobka holatda. Girish qismi 2 sotik joy bo'lib talon bo'ladi. Kiraverishingizda ko'rishingiz mumkin, keng mol. Al korobka holatda turibdi. Joyimizning birinchi qavatida 3 xona bo'ladi. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchisi kuxnya bo'ladi. Yerda sanuzel bo'ladi. Sanuzel. Keng mol, zali. Bog' qismini ham ko'rsatib o'taman. Mana bog' qismida hali charva qo'yilmagan. Mana chegarasidan keladigan bo'lsak, cheladon. 3 paxsadan cheladon bo'ladi. Bog' qismi ham keng mol ko'rishingiz mumkin. İkinci qavatdan keladigan bo'lsak, ikinci qavati joyimiz korobka holatini aytib o'tganimdek, girish qismi yerlarim keng mol. Birinchi xonasi, ikkinchi xonasi spalni va uchinchi xonasi. Uchinchi xonasida balkon ham bor, hurmatli obunachilarimiz, ko'rishingiz mumkin. Balkondan keng mol balkon. Hurmatli obunachilarimiz, joyimiz 2 sotikda joylashgan bo'lib, 2 etaj ko'rib turganlaringizdek. Kimda kim yaxshi niyatda joy qidirib yurgan bo'lsa, bu videoni tashlab qo'yishni unutmanglar. Hurmatli obunachilar, qaranglar, joyning narxini keladigan bo'lsak, eng asosiysi 470 million so'm aytib turibdilar. Oluvchilar bo'lsa, naqd pula undan ham kelishib beramiz deb turibdilar. Joyning sveti, gazi, suvundan umuman muammosi yo'q. Hujjat ham joyinda, hurmatli obunachilarimiz. 470 milliondan ham kelishib beraman deb turibdilar. Videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, like, podpiskadan chiqmasin. Yullayingiz yaxshi o'tsin. Meni Xorazm reklamalar kanalimga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Joyimiz adresini tushuntirib o'tgan bo'lsam, bu taraf Yangiariq. Bu taraf esa Xonqon Madir. Ya'ni yaqinda ochib berib, prezidentimiz kelib ochib berib, mebelchilik sohasi. Bu taraf esa Götürmözün Navoiy darvozasi. Navoiy darvozasining kiraverish qismi. Navoiy darvozasidan ona girganingizdan keyin 500 metrdan keyin ya'ni Ko'nametan nomida joylashgan. Ko'rib turganlaringizning joyimiz adresi. Joyimiz shu yerda joylashgan, hurmatli obunachilarimiz.